Assalomu alaykum. Bugun sizlarga kuksi qilinishini ko'rsatib beraman. Ekranda ko'rib turgan narsalar ketadi. Videoni tagiga yozib qoldiraman. To'liq ziravorlar bilan hammasini. Bu kuksi sovuq ovqat bo'lib, muzdek holda ichilsa yaxshi. Ayniqsa yozda ichishli bo'ladi. Faqat yozda pishiraman buni. Sizlarga ham eng oson usulini ko'rsatib bermoqchiman. Hech ham qiyin emas. Hamma har xil usulda qiladi, lekin men eng oddiy usulida qilib ko'rsataman sizlarga. Ko'p narsa ketmaydi. Yozda topiladigan narsalar hammasi. Mana birinchi karomni yupqa qilib, mayda parra qilib to'g'rab olamiz. Hammasini. Bu kuksini chimchisi bo'ladi, kimchi. Mana tuz solib, ozgina g'ijimlab bir chekkaga olib turamiz, o'lib turadi. Keyin mana ketma-ketlikda sabzavotlarni to'g'raymiz. Birinchi bodringni, mana bodringni ham somoncha qilib, mayda qilib to'g'raymiz. Bunda karom, bodringlarni mayda qilib to'g'rasanglar, kimchigilar shunaqa chiroyli, nejniy chiqadi, yeyishli bo'ladi. Unaqa salatdagi katta-katta qilib tashamanglar. Keyin bir bog' mana kashnich. Ukrop ham to'g'rasanglar bo'ladi. Endi menda ukrop yo'q edi, kashnich to'g'rayapman. Xohlaganlar petrushka ham solaveradi. Keyin mana bitta pomidorni, o'rtacha pomidorni kubik-kubik qilib, uni sal mayda emas, o'rtacha qilib to'g'raysizlar. Keyin 3-4 ta chesnoni, mana chesno maydalaydigandan ustiga chiqarib yuboramiz. Xuddi o'sha ovqatlarga qilib yeydigan salatimizdagi mana bir qoshiq qizilcha, paprika, yarim choy qoshiq achchiq soldim. Mana bir choy qoshiq uksus sovordim. Keyin mana bir osh qoshiq oddiy pista yog'. Shularni hammasini solib, mana tuz, keyin Xitoy tuzidan ozgina sovordim. Xitoy tuzi yo'q bo'lsa, solmasanglar ham bo'laveradi. Yaxshilab aralashtirib, ustini yopib olib qo'yamiz. Qolgan narsalarni pishirguncha kimchimiz tayyor bo'lib o'lib turadi. Endi lahm go'shti somoncha qilib maydaroq qilib to'g'rab olamiz. Bunga yog'li go'sht bo'lmaydi. Обязательно, albatta nima deydi, lahm go'sht bo'lishi kerak. Mana ozgina yog' solib, yarim cho'mich yog' solib, go'shtni yaxshilab qovuramiz. Keyin 30 minutga olovni past qilib dimlab qo'yamiz. Olovni past qilib dimlagandan keyin bitta piyozni maydalab to'g'rab solib, bitta bolg'ari bilan yana 10 minutga dimlab qo'yamiz, bitta qovurib. Hozir menda videoyim nima deydi, topolmay qoldim. Bolalarim o'chirib tashlagan, oluvdim lekin. Shuning uchun aytib o'tyapman, videoni tagiga ham yozib qo'yaman. Mana dimlab qo'ydim, keyin sovoraman qolganini. Xo'p, endi 5 ta tuxumni chaqib yaxshilab atalab olinadi. Keyin bilinchiklar qilib pishirib olamiz. Shunaqa yuqa qilib bilinchik qilib pishirib olinadi. Hammasini pishirib bo'lgandan keyin endi kuksini suvini qilamiz. Suviga 2 ta pomidorni yaxshilab qirg'ichdan chiqaramiz. Postlari unchalik tushib ketmasin. Postini ham yaxshilab ichlarini qilib oldik. Keyin bitta katta bodring yoki 2 ta kichkina mayda bodring. Menda bodringim kichkina edi. 2 ta mayda bodringni qirg'ichdan chiqarib sovordim. Keyin bunga 1,5 litr qaynatib sovutilgan suv yoki baklashkalardagi mineral suv, gazsiz mineral suvi solsanglar ham bo'ladi. Mana tuz sovaman, keyin ozgina Xitoy tuzini ham sovordim. Xitoy tuz solmasanglar ham bo'ladi, yo'q bo'lsa, mana 2 qoshiq, 2 choy qoshiq shakar. Keyin mana soya quyuq bo'lsa, kamroq solasizlar. Mana soya ham suyuqroq, salatlarga soladigan 5-6 qoshiq soya to'ldirib soldim. O'zi mana shu soyasi bilan mazasi boshqacha bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib yuborasizlar. Keyin endi mana bir osh qoshiqga yetar-yetmas mana uksus soldim. Keyin buni xolodilnikga qo'yib qo'yamiz. Muzda ichish kerak. Endi agar muzda xohlamasanglar, iliq holda ichsanglar ham bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek, endi qaynagan suvga spagettini pishirib oldim. Tuxumni, bilinchiklarni hammasini bitta qilib o'rab, ingichka qilib to'g'rab oldim mana hammasini.
ustidagi masalliqlarim tayyor deyarli. Endi mana pishgan makaronni ustiga birinchi suvdan solinadi. Suvini ichib ko'ringlar, tuzlarini yaxshilab. Keyin birinchi mana go'sht qo'yiladi yoniga. Keyin kimchisi, keyin tuxum qo'yilib tortiladi muzdek holda. Yoqimli ishtaha hammanglarga kanalga a'zo bo'linglar. Tayyorlab ko'ringlar, albatta yoqadi.